Assalomu alaykum, hurmatli aziz tinglovchilar. Ajoyib ma'lumotlar sizga ulashib qo'yayin dedim. Qirg'izistondan keyin bir opamizga ajoyib opamiz kelganlar. Opamiz hozir bitta narsani aytib qoldilar. Doktor, siz haligi imbir degan narsani aytgandingiz, chaynab yenglar bitta no'xatchasini deb aytgandingiz dedilar. Mana shunda opam oldin nima shikoyatlariniz bo'lar sizda? O'tim dimlanar. O't qopi dimlanishi bo'lgan. Ichlarim Ichaklar shamollash yaxshi kelmagan. Yana jenskiyda shamollashlar bo'lgan. Quvvat bo'lmagan, lanch, bo'shashgan, xohish yo'q, ishtaha yo'q, shunaqa narsa bo'lgan. Bu opamiz nima qilibdi dengizlar? Bunchagina bir yarim haligi bitta no'xatcha imbir aytdik biz, imbirda aytdik. Ovqatdan keyin shuni men yedim. Ovqatdan keyin yebdilar. Haligi yarim choy qoshiqcha bo'ladi, yarim choy qoshiq sal kamroq yoki yarim choy qoshiqcha atrofida imbir yegandan keyin opada qaytadan quvvat kiribdi. Ishtaha o'zgardimi? Ishtaham o'zgardi, ko'zlarimga quvvat kirib, o'zimda qandaydir dadillik, haligi lanch ketdi-da. Lanchlik ketibdi, organizm qaytadan dadil bo'libdi, ona bir yashashga ishtiyoq bo'lib, opamizning qovoqlari ko'tarildi. Nega? Quvvati bo'lmagan odam qovoqlarini tushib ketaveradi, ko'zlarini yonib ketaveradi. Quvvat bo'lmagan odamda. Opaga quvvat kirgan tanaga. Negaki sovuqligi oshib ketib qolgan odamlar faqat uyquchan bo'ladi. Yotsa ham uxlaydi, tursa ham uxlaydi, uyqusi bo'lib shunaqa bo'lib qoladi. Endi imbir bo'lsa u qizdirtiradi tanani. Qizdirgan faqatgina oshqozonda yarasi borlar ehtiyot bo'ladi bunda. Chunki ba'zida oshqozonga yarasiga salgina achishtiradi uni. O'shanda tanani qizdirgandan keyin bachadon qiziydi, tuxumdonlar qiziydi, umurtqa qiziydi, bellar, buyraklar hamma joy qizigandan keyin tanaga quvvat kiradi. Ko'pincha odamlar shunday qilishlik kerakki, besplodiyam bilan qiynalib yurganlarda ham shamollash ko'p bo'ladilar. Onasi shamollab ketgan bo'ladi. Ana shunaqa odamlarga bu narsani qo'llasangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam uni asal bilan qo'llasangiz ham bo'ladi. Asalni qo'shib ichsangiz. Yoki o't qopida toshi borlar ham ba'zida bir xolamiz shuni kichkina yeb yurdi. 2 oy undan keyin toshim yo'qolib qopti dedilar. Xuddi shunaqa u ovqat hazm qilish jarayonini, o't qopining ochilishini, ishtahasini ochilishini juda ko'p narsaga foyda beradi.